منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala bizni özünün peygamberlerinin yoluga ergişmagan peygamberlerinki Kur'an-ı Kerim'de bayan kılgan vaqaldan gündelik hayatımızda ibretlerini, derslerini elip mağalaydıgan akıl idrak her işte peygamberlerinki yolunu tutup mağdıgan yaramlık yaxşı bendilerden qiysun. Bugünkü dersimiz Nuh aleyhisselamның haq davetiga İslamga bo'lgan chaqiriq qarta ailəsinin pozisiyasi meydani qandaq bo'lgan degan mushtimida to'xtalamiz. Aldınqı derslarda to'xtalgandek Nuh aleyhisselamninki daveti 950 yıl davamlaşkan uzun müddetlik zerikmey marallık yetmegen asasta her qandaq fursatni ganimet bölüp Allah'ın diniga, İslamga öz kavmini, öz ailesini çaqırıp hizmet qilgan. Bu hizmetning neticesinde Nuh aleyhisselamga aslida bütün ailesi insanların köp kısmı ergeşken buluşu bu hizmetninki ne kadar canlıq, ne kadar güçlük elip berilganın qarga vaqtda hemmeden musulman bolup ketse ya ki köp sallık insanlı musulman bolup ketse şu çağda ailesi tuluq hemmisi toğru yolda mağan bolsa şu layıqtı. Yani davetninki neticesi aşındaq bolgan bolsa bunu insan bolup süpütümüz bilen her qandaq vaqtda biz ümit qiladigan natija, ümit qiladigan g'oya şundan ibaret. Yani toğırga jiq adam ergesiken, haqiqatni jiq adam tunisiken, jiq adam toğru yolda mangsiken degan ümitli bolamiz. Lekin Allah subhanahu wa ta'alaninki kainat bekitgan qonuniyati İslam davetininki tarixdiki peygamberlerin hayatı bolsun, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kiyinki davetçilerin hayatı bolsun, bu hakikat demeyiş, cennet yol demeyiş, qiyin yol olğaçqa, insanның havai hevesi, insanның şeytanıga karşı yol bolğaçqa, şu nurgun insanlar bu yoldaki cepa muşakkatga sabır kılanmaydıgan, bu yoldaki cepa muşakkatga çidiyanmay, özünün havai hevesi şeytanның keynik girip, ergişip, ezip mağdıgan azgulluq insanlar hayatıdır man bu köp sallıqni igellep kemmekte. Burundan tatip ta hazırgıçılak. Şu Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ yani sen şundak herismen bolsan mı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin köp kısmı doğru yolda mangsiken, doğru hidayet tapsiken dep muşunaga herismen bolup davet qilsan mı lekin köp kısmı çoğu ula san ergeşmeydi o. Senin yolanga ergeşmeydi o. İslam yoludu çoğu mehib bulanmaydı o dep bayan qilgan. Yani bir ayette sen zimindeki köp sallık insanlara, köp sallıkni egelligen kişilerge ergeşsen ulaço seni azdurdu. Depmu alahide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge esletken ve özünün ümmeti yani Resulullah'ın ümmeti olan bizgimi çoğu bunu esletken. Şunun için biz Nuh aleyhisselam'ninki ailesininki pozisiyasi meydanı qaraydigan bolsak Nuh aleyhisselam'ның nurgun balları yaxşı yolda mağan, toğru yolda mağan bolsumu lekin ballardan bir barisi ayallardan birisi şu bu Nuh aleyhisselam çaqagan yolga ergeşkini unutmagan.
islomga kirmagan. Balki shu vaziyatdagi, shu jamiyatdagi ko'p sonliq nimaga ibodat qilgan bo'lsa, ya'ni shu chaqda butga ibodat qilgan, shu butparastlikdan shu bular yanmagan. Shunga Nuh alayhissalom Qur'oni Karimda Sura Hudda bayon qilingan o'g'ilninki vaqaligi haqida to'xtalsak, o'g'liga alohida shu nasihat qilgan. Tabiiy holda boshqa insonlarga nasihat qilgan, boshqalarga islom da'vatini yetkazgan, haqiqatni yetkazgan, Allohning azobidan ogohlantirgan bir payg'ambar o'zining oilasiga albatta qiladi. Albatta nasihat qiladi. Lekin shundaq nasihat qilsa-mu, bu balis shu dalisining gapiga kirmagan. Voy men tog'ning tubiga chiqib olgan kishi. Tog'ning tubiga chiqib olsam, sen qo'rqitayotgan bu azobdinmi, bu halokatdinmi men qutulib qolaman. Deb shu o'zining yoshligi, o'zining kuchiga tayinib qolgan. Nuh alayhissalom la asimal yawm. Bugun bu Allohning azobidan qutuldigan hech qanday bir qutquzg'uchi yo'q. Qo'g'dug'uchi yo'q. Hamma Allohning yo'liga qarshi chiqqan, Allohning payg'ambariga qarshi chiqqan, to'g'riga qarshi chiqqan, haqiqatga qarshi chiqqan hamma odam bugun halok bo'ladi. Bugun Allohning azobiga uchraydi deb shundoq ogohlantirsa-mu, shundoq qo'rqasimi-chu bu bala yo'q. Men tog'ning ustiga chiqib olgan kishi, shu yerda qutulib qolgan kishi deb shu gapga unamagan. Gapga unamagandan keyin oxir Alloh subhanahu va taoloninki ya ardu bla'i ma'aki va ya sama'u aqli'i va ghida al-ma'u va qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi va qila bu'dan lil qawmi zalimin degan mush oyatning 5'ida, yani bu shu halokatdan keyingi, yani bütün shu chaqdagi Nuh alayhissalomga ishonmagan shu xalqni, shu qavmni Alloh subhanahu va taolo g'arq qilib hammani aqtirib o'tgandan keyin ondan zaminga suvni singdirib olish, osmonning suvning yog'dirishni, ya'ni yomg'irni yog'dirishni Alloh subhanahu va taolo to'xtatqin deb buyurib, ya'ni umumiy azob mushu Allohning buyrug'i bilan to'xtagan, lekin to'xtagan vaqtda nima ish yuz bergan desa, hamma mu'minlardan boshqa hammalar shu halok bo'lgan. Mush halok bo'lishning oldida Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari bo'lgan Nuh alayhissalom yanala balig' o'g'achqa, balig'i chidamay va nada Nuhur robbahu faqala robbi inna ibni min ahli va inna va'daka al-haqq va anta ahkamul hakimin. Deb Nuh alayhissalom shu ey Farvoydigarim, ma mening o'g'limti, ma mening balamti. Bu balamni mush halokatdan bir qutqizib qolgan bo'lsa, bu balam halok bo'lmagan bo'lsa deb o'zininki yo'liga ergashmagan, qarshi chiqqan o'zining balasini shu Allohning azobidan qutqizib olishga duo qilgan. O'zlarining va'dasi haq, seni zolimni halok qilganliklari, mu'minlarni qutqizganliklari bilan va'da qillar. Bu va'dalar haq, buning iymonim bor. Lekin mening balamni qutqizib qolgan bo'lsa deb Alloh subhanahu va taolodan shu tilagan. Lekin Alloh subhanahu va taolo javob qilib rad qaytarib Nuh alayhissalomga qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ey Nuh, u sening o'g'ling bo'lsa, biz sana nijot topqizish bilan, qutqizish bilan va'da qilgan sening oilangdan emas. Bu yerda bundaq deganlik sening yani pushtingdan bo'lmagan, haromdan bo'lgan bala degan gap emas ma oyatning ma'nosi. Ba'zi uqmaganlar shunaqa tafsir qilganlar bor. Bizning Uyg'urlarning ichidan. Bu yerdagi maqsad nima desa, sening nijot topishga tegishli bo'lgan, biz va'da qilgan, sana ergashgan mu'minlardan bo'lgan sening oilangdan emas, ma bala. Sening bu balang u oiladan emas. Sening bu duoni qilishing mush kafir bo'lgan, sana tangan, sening payg'ambarligingga ishonmagan bu balani qutqizishga duo qilishing bu xato ish bu. Sen agar mushundaq duoni qilib bu balani qutqizib olishga tirishsan, sen o'chaqda zolim bo'lasan. Deb Alloh subhanahu va taolo bu Nuh alayhissalomning duosini
balısını qutquzish to'g'riliq ijobat qilmagan va shundaqla Nuh alayhissalomga shu koyiganmış ayetde. Bu seninki haqiqiy balang emas bu. Yani sana ergeşken, müminlerge ergeşken, İslamga ergeşken balang emas bu. Bu undaq bala emas. Deb Allah subhanahu wa ta'ala şu koyigan. Bu balısınınki pozisiyasi. Yani balısı Nuh aleyhisselamның gibi kirmey, halak olap Allah'ın azabı uçurğanlar qatarıdan şu boğan. Ve şundaqla Sur Tahrim'de bayan kılıngan Nuh aleyhisselam'nınki bir ayalının vakaligi vardı. Sur Tahrim'de Allah subhanahu wa ta'ala iki ayalını misal kılıp وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah subhanahu wa ta'ala kafir boğan insanlarga yaxşı bendelerden iki bendenin ki ayalı boğan, yani Nuh aleyhisselam bilen Lut aleyhisselamның ayalı boğan bu iki ayalını kafir boğanlarga şu misal kılıp keltiydi. Yani Nuh aleyhisselamның ayalı bilen Lut aleyhisselamның ayalını kafir boğanlarga misal kıldı. Yani bu yerdeki nime deb misal qilgan desa, mushu payg'ambarga shundaq yaqin bo'lgan, nasab jihatdan payg'ambarga yaqin bo'lgan ayollar Allah subhanahu va taologa osiylik qildi. Mushundaq payg'ambarning ayollari turib, bular xato yo'lda mengibdi, o'zining erlariga xiyonat qildi. Ya'ni xiyonat qildi deganligi dindagi xiyonat bu. Yani peygamberinin yüzünün erlerinin çakagan diniga ergeşmegen ve şundakla yüzünün irini şu çağdaki düşmanlarga çekip koygan, yani kafir müşriklerge çekip koygan, irini sarantı, oçiti dep irinin yaman gipini kılıp munda hıyanet kıygan bula. Nuh aleyhisselamның ayali irini sarantı, uçiti bu sarangmışında gep kılıp jüreydi, net 100 yılını yakınmışında hakkı çakırmen dep jüreydi dep yüzünün kavmige Nuh aleyhisselamның yaman gipini kılıtı. Lut aleyhisselamның aylımı çoğu öyle miman kep kalsa mimanını yuşurun miman kıldıken Lut aleyhisselam başkalarga çoğu yetkizip koydu. Xuddi muşunun okşap kitirgan ahvallar bizning vatanimizda az turi yüz bergen, yani yüzünün erlerini Xitayga çekip koyduğan, ya ki yüzünün balısını Xitayga tutup birdigan, bek az sandı bu ahval, lekin yüz bergen mi desem, bunda yüz bergen. Muşundaq işler yok emas cemiyetimizde. Muş peygamberinin ayolları turup bular muşundaq xatolik sodir qildi. Allah subhanahu wa ta'ala bularni peygamberinin ayolları iken madem koyup koymadı, belki çoğu bularni cezaldı. Peygamberinin ayoli bo'lganligi bularninki azaptan qutulishga sebepçi bo'lmadi, sebep bo'lmadi. Bular şu kıyamet günü devzah kirdiganlar bilan şu devzah kirdi. Bu peygamberler yüzünün şu hata yolda mangan, azgın yolda mangan yüzünün ayollarını Allah'ın azabından qutqizishga peygamberler qadir bulanmagan. Şuna haqqasınız, yani Allah subhanahu wa ta'ala kafirlar demekçe, özünüzün nasibi yoki özünüzninki qilgan bazı işler arqalıq biz Allah'ın azabından qutulib qalamayız. Allah bizni azapsamaydi deb bunda ham xiyalda bo'lmang demekçe ayetning maqsadi. Demek Nuh aleyhisselamның bir balisi ve ayoli çoğu Nuh aleyhisselam çaqagan bu haqiqatga kirmagan, ergeşmagan. Bu Kur'an-ı Kerim'de kelgan Nuh aleyhisselam'nınki ailesinin davetki bo'lgan pozitsiyasi mushundan ibaret. Biz bu ailenin pozitsiyasidan hayatımızda qandaq derslarni, qandaq ibretlarni elishimiz kerak. Desak, en birinci bulup
biz kişiler bilen boğan alaqamızda, özara alaqamızda çokum adaletni birden bir prensip kılışımız lazım. Adalet bizning hayatımızdaki en muhim, hemmimiz dikkat kılış tegishlik bo'lgan bir nokta bo'lishi lazım. Çünkü bizning hayatımızda, cemiyetimizde ko'rib turyapmiz. Mayli falan alem dese, onun balası degan manda buzuq chiqqan. Manda eskedemti. Vay palanı bay dese, vay onun dadısı degan manda eskedemti. Mesela. Yani bir insanın şahsiyetiga qarta muomala qilmasdan, bir insanın ki qilgan xizmati qarta muomala qilmasdan, o insanın ki ata-onasining xatolig'i yoki yurtining xatolig'i, masalan, Qashqarlik manda yoki xo'tanlik manda, g'uljilik manda deb haliqi umumiy bir yurt xalqini yoki umum bir kasb egillarini yoki umum bir hunarvanni, masalan, yog'ochchi bo'lsin yo saturachi bo'lsin, qanday hunarvan bo'lsin, voy falon hunarvan kasb egillari degan manda nachar. Belkim o adam şu hunarvanning birsidan yomonlik ko'rgan. Birsi ziyon yetkazgan. Yoki şu jutliqdan bir adam şu adamga ziyon yetkazgan. Yoki tijorat samimiy bo'lmagan. Şunun bilan cho desa, bütün yurt xalqini ayıplaydigan. Ma'lum bir olimning xatolashi bilan bütün olimlarni ayıplaydigan. Bir mollaning xatolashi bilan bütün molla degan mushunda bo'ldi degan. İnsaf qilsa olmamdı. İnsaf nadi bu yerda? Doktorlarning ishining xatolashirganlar yo'qmi? Nurg'un doktorlar var. Operatsiya qilamiz deb xato ishini qilib odamning o'lishiga sabab bo'lgan. Shu sababdan bir doktorning xatolashi bilan yoki ikki doktorning xatolashi bilan bütün doktorlarni yaramas demdik masalan. Yoki bir ikki olimning xatolashi bilan bütün olimlar bunda yaramas odamlar, bunda chataq ish qildiganlar deb umumiy masalan olimni so'kadigan yoki dinni o'qishdan kishilarni to'sadigan, voy bu dinni o'qib yurib nima ish qiladi o? Bugungi kunda ani qilish kerak, mani qilish kerak deydigan. Bularning hammasi shu insofsizlik bu. İnsafsizlik. Biz her qandaq insan bo'lsa, cho'qim bu insan o'zining qilgan ishiga o'zi mas'ul. O'zining qilgan ishiga har bir insan o'zi mas'ul bo'lishi kerak. Va allaysa lil insani illa ma sa'a. Her qandaq insonningki foydasini aş qilgan ishi qarta bo'ldi. Her qandaq insan uchun shu insonning nima ish qilgan bo'lsa, shu qilgan ishning natijasini ko'rdi. Masalan, medresedeyli. Medreselerinin hammasi manda çatak. Hayatımızda umumlaştırış, şahsiga olsun, yoki ma'lum turdaki mesela alim olsun, doktor olsun, avukat olsun, şularning ishidan chiqqan bira xatolikninki ya bira insonning xatoligining sababi bilan bütün şu yoldaki insanlarni ayıplash, bütün şularni jamiyat şu sukish, ularning obro'yini tushirishga tirishchanlik qilish. Ma'lum bir medresedagi ustozning xatoligi bilan bütün medreselarni qamchilash, bütün medreselarni şu sukash. Bularning hammasi bizningki dinimizningki adalet bilan muomala qilinglar degan mush prinsipga şu zid ishlar. Şu medreselerden bizning dinimizni qo'g'digan, Türkiye'de olsun, vatanimizda olsun, düşman bilan jihad qildigan, düşmanga qarshi chiqqan, janini bergan nurg'un mujohidlarni yetishtirgan, dinimizni qo'g'dashga nurg'un olimlarni yetishtirgan yerlar şu medreseler. Ular dashoyda o'qib masalan yoki chiroyli hisob qo'ygan maktablarda o'qib
chiqqan odamlar emas. Shu ay to'pida chamiri salingan hujrlarda o'qib yetishib chiqqanlar. Shu madrasalardan xatolashganlar yo'qmi? Hammasi to'g'ri qilganmi? Biz xatolashganlar bor. Bu xatolashganlar cho'qim %10'dan aşmaydı. Yani %10%'dan aşmaydı bu aniq. Lekin muşunun bilan şu umumi qamchilash, umumi ayblashning o'zi bu adolatga, insofga zid ish. Biz Nuh alayhissalomning oilasiga qarab masalan Nuh alayhissalomni ayblamadik. Ay Nuh alayhissalom da'vatni yaxshi qilolmabdi ekan. O'zining xotinini o'zining bolasini yaramliq adam qilolmabdi ekan biz bolasini deb Nuh alayhissalomni ayblisak, qasddan ayblisak dindan chiqdigan ish bo'lmaydi. Qasddan ayblisak, bilib turib ma dindan chiqishga to'g'ri keldi. Kafir bo'lishga to'g'ri keldi. Chunki Alloh subhanahu va taolo alohida maqtagan bir payg'ambar. Alohida maqtagan bir payg'ambar. Shuning uchun biz hayatımızda insafni, adaletni bizning prinsipimiz deb yo'l tutaylik. Bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'zining tag'isi Abu Talibni musulmon qilinmagan, musulmon bo'lmagan. Rasulullohni ayblandi qashon bilan. Da'vatni yaxshi qilinmagan deyalamdiq. Albatta deymaymiz. Shu Qur'oni Karimda innaka la tahdi man ahbabt, walakinalloha yahdi man yasha. Sen o'zing yaxshi ko'rgan odamni Abu Talibni yaxshi ko'rdi. Hidoyatga boshlayolmaysan. Alloh xohlagan bandasini hidoyatga boshlaydi degan. Bu hidoyat to'g'ri yo'l Allohning qo'lida. Allohning ilkida. Shuning uchun biz shu adolat bilan, insof bilan muomala qilaylik. Yani bir oyatda "Va la taziru waziratu wizra ukhra" çoğun bir adaletinin prinsipi muş ayet mi? Muş mezmunda 5 yerde çok Kur'an-ı Kerim'de kelgen. Ve la taziru vaziratu vizra ukhra. Yani birinin cinayetini, hatalığını, günahını yani birinin gadiniga atıp koymanla. Digen ta İbrahim aleyhisselamdan tatip peygamberlerinin prinsipi şu. Ve İbrahim ellezî vaffa alla taziru vaziratu vizra ukhra. Peygamberlerinin prinsipi, bizning dinimizning prinsipi nima desa, insof, adolat bilan muomala qilish har qanday inson bilan, har qanday maxluq bilan. Birning jinoyatini yana biriga atmaslik, bir odamning xatoligi bilan umumiy bir jamiyatni, umumiy bir harakatni ya umumiy bir jamoatni qamchilamaslik. Mana bu musulmonninki peygamberlerinin yolu muşu. Bugünkü günde çoğu dese, jıp insanlar bunun çok çetnep gitti. Muş hakikatini çetnep gitti. Xuddi xotin kishi o'xshagan muomala qildigan. Ya'ni xotin kishini payg'ambar alayhisalom hadis nim deb sifatlagan desa, o'zining eridan ömür bo'yi nurg'un yaxshilikni ko'rib, bir qatim yamanlık görüp kalsa, bir qatim yamanlık görüp kalsa, ma ra'aytu minka qat, hayran qat deb muşundaq deydi deb sifatlagan. Yani senden ben bir mi yaxshilikni görüp bakmadım hayatımda. Hayatımda senden yaxshilik görmedim deb erigi uchun muşundaq deydi deb sifatlagan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün cemiyetimizde nurg'un insonlar muş meydanda. Yani bir insandan, ya bir cemiyettin, ya bir teşkilattin, ya bir alimdin, ya bir ticaretçidin yaxshilik qilgan boshqalarga nurg'un yaxshilikni ko'rdi. Nurg'un yaxshilik qilindi. Yaxshilik qilingan vaqtda Alloh rozi bo'lsin deyishni bildiganlar texi az. Undami demaydi. Lekin kichikkinam xatolikni ko'rib qolsa, yoki yomonlikni ko'rib qolsa, yoki degan ishini qilib qo'yamiz-ku. Zade aş qo'ymachirni tatib, xiyonatchini tatib, yani ayblamagan, qamchilamagan sifat gap cho'q qolmaydi. Gap qolmaydi. Bu
bizdeki insaf adalettin ne kadar yaraqlab ketkenligimizden delili. Biz Firavun'un yolunu tutup mamduk ya ki Yusuf Aleyhisselam'ın yolunu tutup mamduk. Hemimiz bir oylanıp bakaylı. Bu iki yol kaysi deyse Allah Subhanahu ve Teala Sure Yusuf'ta Peygamberinin yolunu süpetlep. Nime dedi deyse Yusuf Aleyhisselam özününki qarindishini epqilish uchun bo'lgan voqealikni hammamiz bilamiz. Kemchanni o'zining qarindishininki tag'irga sep qo'ygan. Yusuf Aleyhisselam'ın xizmetçileri. Sep qo'ygandan keyin kim shuni o'g'ilgan bo'lsa, kim elvagan bo'lsa, shu mushadi qilib qoladi degan vaqtda, yani xatolikni kim sodir qilgan bo'lsa, şu cezalını şunu epqalimiz, qağalını qo'yib etimiz. Degan vaqtda o Yaqub Aleyhisselam'ın qağan ballari vay bizning bijimizni epqagan. Ma balaga dadısı bek amraqdi. Yani dadımız ma ufkumuzga bek amraqdi. Fakhuz ahadana makana inna naraka minal muhsinin. Birimizning cho epqag'in bizning bu balning o'rniga, boshqa birimizni degan vaqtda Yusuf Aleyhisselam nim dediyse qala ma'azallohi inna qala ma'azalloh lan na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idhal zalim. Allah bizni saqlasin. Bu kemchenni kimning yanidan tapsak, kimning xaltasini tapsak, şunu alamiz biz. O bir adamning jinoyat qilgan odamni qo'yib etib kessin deb, ma bizni o'ni qoldigo deb ep qoldigan, unda ishni biz qilmaymiz. Unda qilsak biz zolim bo'lmamdiq. Deb Yusuf Aleyhisselam şu umumiy rad qilgan. Mana bu adalet. Mana bu adalet. Firavun nima ish qilgan? Desa Firavun o'zining jinteşleri tarafidan senin hakimiyetingni Banu İsrail'den bo'lgan bir yaş elvalı diken, bir yaş senin hakimiyetin tatval diken, senin mülkün şu yaşının kol arkalık veyran bul diken, digen vakitte Firavun nime de buyruk çıkargan dese, şu bir balını tepiş üçün, bütün Bani İsrail'nin ayalları tukkan oğul ballarının hemmisini öldürüşki buyruk kılgan. Şunu yaqtuluna abnaahum ve yestahyi nisaahum. Oğul balının hemmisini öldürüşki buyruk kılgan. Nime üçün? Fakat bir Musa Aleyhisselam'ını tepep öldürüş üçün. Yokutuş üçün. Lekin Allah Subhanahu ve Teala öz kudreti bilen Musa Aleyhisselam'ını saklap ahiriste Musa Aleyhisselam'ınki kulu bilen, duası bilen Firavun halak oldu. Demek Yusuf Aleyhisselam'ın yolu hatalıkını kim ötküzgen bolsa şunun bilen hesaplaşış oldu. Firavun'un yolu çoğu ise hatalıkını bir adam bir yaş manda çıkışı mümkün Bani İsrail'in işirin diye vakitte umumizlik. Hazır Xuddi Xitaydak yani Türkistanlıkla bizgi boy egmedi. Bularını biz erlerini yoqtop, yaşlarını üzümüz terbiyelep, üzümüz oxşaş asmalasiya qilib, muşundaq yoqtimez deb qarşı çıqqan adam şundaq çeklik bolsun mu xalqımızdan içinden? Emini Xitay qarşı çıqqanlar. Umum xalqni yoqtib atırıq o hazır. Umum xalqni yoqtish, basqışlik yoqtimiz degan xam xiyala bilan ketib atırıq. Allah Subhanahu ve Teala çoxum xalqimizni saqlaydi. Bunun biz tirishchanlik qilishimiz kerak. Firavun chum ashundaq qilgan edi. Bizning bugungi bir qism insonlarimizni chum mushu sifat tepilidamda. Firavunni bas sifat tepiladi, Xitoyni bas sifat tepiladi. Ma'lum bir xalq qarashda ya jamiyatga muomala qilishda parani ma ishni qilib emasmi? Unda bo'lgan ekan hammasi andamanda deb umum yuzlikcho
qamchilaydigan, umumyuzlik so'kadigan, umumyuzlik tillaydigan, agar shu bulayotgan gapliga endi quldi qurali bo'lsa, xuddi zada nurg'un odamni yo'qitib yutib, ondan ko'ngil aram topadigan shaklda pozitsiya tutib o'tirib, muomala qilib o'tirib, hayotimizda bu ishlar yomonjiq. Shunga biz o'zaro muomala qilishda mayli ayolimiz bilan bo'lsin, bolalarimiz bilan bo'lsin, jamiyatda o'zaro do'stlar orasida bo'lsin yoki tashkilotlar orasida bo'lsin, har qanday vaqtda insof, adolat bizning shuarimiz, bizning g'oyamiz, bizning yetakchimiz bo'lishi lozim. Biz Firavunning yo'lida mangmayli. Bir odamni topman deb hamma odamni o'ltirman deydigan. Xitoyning yo'lida mangmayli. Xitoy bizga siyosatni yurgizib o'tirdi. Bizning umumiy xalqni dushman deb qarab, umumiy xalqni osmonasiya qilish, qarshi turganlarni yo'qotish prinsipida men o'tirdi. Biz aqlimizni ishlataylik. O'zimizning iymonimizni, axloqimizni unutmaylik. Bizning kim ekanligimizni unutmaylik. Insof, adolat prinsipimiz, g'oyamiz bo'lsin. Alloh subhanahu va taolaning "Va la taziru waziratu wizra ukhra" degan oyati bizning har doim ko'z oldimizda bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga insof, adolat ato qilsin. Hammamizni masalalarga qarta inchik muomala qila oladigan, haq bilan nohaqni farq ayirib muomala qila oladigan idrok, aql ato qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomninki yo'lni tutib mangdigan, Firavunning yo'lidan qochadigan haqiqiy yaramliq mu'minlardan qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastaghfiruka va natubu ilayk.